Toshkentda Koreya Exim banki ko'magida 150 million dollarlik tibbiy klaster quriladi. Sog'liqni saqlash vazirligi Toshkentda Janubiy Koreya bilan hamkorlikda ko'p tarmoqli zamonaviy tibbiyot markazi qurilishi boshlangani haqida xabar berdi. Ushbu obyekt Koreya iqtisodiy taraqqiyot va hamkorlik fondi ishtirokida tashkil etilayotgan klasterning asosiy qismi hisoblanadi. Loyihaning umumiy qiymati 149,8 million dollarni tashkil etib, shundan 124 million dollar Koreya Exim bankining kredit mablag'lari, 25,8 million dollar esa O'zbekistonning ulushi hisoblanadi. Loyihaning amalga oshirilishi bilan jahon standartlariga mos keladigan 4-darajali quvvati 300 o'rinli bo'lgan yangi shifoxona binosi barpo etilib, bu yerda 700 dan nafar ortiq xodim uchun yangi ish o'rinlari yaratiladi. Shifoxonada yiliga 8,5 mingta yurak qon tomir xirurgiyasi, transplantologiya, neyroxirurgiya, reabilitatsiya, orqa miya va bo'g'im og'riqlari bilan bog'liq yuqori texnologik jarrohlik operatsiyalarini o'tkazish imkoni bo'ladi. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda qoldiring va Kapital.uz kanaliga obuna bo'ling.